Bizda formatlar mavjud. JPEG format, AVI format, BMP format. Mana shu o'zimizga kerakligini belgilab olsak bo'ladi, xudo xolisa. O'zi asosan JPEG bilan PNG da ishlanadi. JPEG qilsanglar, orqa tomoni bilan billa olib beradi. Agar PNG qilsanglar, orqa tomoni siz olib beradi. Hozir xuddi shu narsani sizlarga ko'rsatib beraman. Mana JPEG qildik, render JPG deb saqlanib qilib qo'yamiz. Endi sizlarga PNG qilib ko'rsatib beraman. PNG qilamiz, JPG ni PNG qilamiz. Bo'ldi, saqlanib qildik. Mana shu bo'lim ham o'rtadagini qilsanglar eng yaxshirog'i hisoblanadi. Okey, endi hozirgi rasmni ko'ramiz. Mana bu JPEG hisoblanadi. JPEG orqa foni, oq foni turibdi. Boya aytib o'tganimdek, PNG da orqa fonsiz saqlanib qilib beradi. Orqa fon deganda sizlar line, rectangle, devor chizsanglar uni o'chirib beradi degani emas. 3D Max o'zini fonini o'chirib beradi. Mana PNG orqa fon yo'q. Mana JPEG orqa fon bor. Sodda qilib aytganda, JPEG da qanday rasm bo'lsa, xuddi shunday yuklab beradi. PNG da xuddi o'shani orqa tomonini yo'q qilib beradi. Orqa tomon deganda o'sha 3ds Max o'zini fonini yo'q qilib beradi orqa tomondagi.